Kanada 2020 yılı 7. ayının 20. günüden 21. günügacha ötküzülgen Şarkı Türkistan yığınının neticesinde Uygurlar uçuravatkan ziyankeşlik toğırsıda doklad tayarlavatıdı. Kanada Parlamenti Xalqaro Kişilik Huquq Tarmoq Komiteti Xitoy hukumatining Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarni bostirishi to'g'risidagi dokladini 2020 yili 14 avgust e'lon qildi. Kanada hukumati irqiy qirg'inchilik ahdnomasidagi majburiyatini ado qilish uchun Sharqi Turkiston dokladini tayyorlayotdi. 8 ayning 14 kuni e'lon qilinadigan doklad natijasida Kanadaning Magnitsky qonuniga asosan barliq munosabatlik organ va o'rinlarga jazo yurgizishidan umid bor. Dokladda yana Kanada Sharqi Turkistonda qul o'rnida ishlayotgan Uyg'urlar masalasiga alohida ahamiyat beradi. 8 avgust bir top yoshlar Germaniyaning Myunxen shahrida Xitoyning Sharqi Turkistondagi bostirishi va irqiy qirg'inchilik siyosatiga qarshi namoyish qildi. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa, diniy ishlar mas'uli Turg'unjon Aloviddin va Ilhom To'xti institutining raisi Anvarjon faoliyatda ayrim-ayrim nutq so'zildi. Namoyishchilar Xitoyning Sharqi Turkistonda sodir qilgan jinoiy qilmishlarni ifodalaydigan lozunkalarni ko'tarib, lagerlar taqalsin va Uyg'urlarga erkinlik degan shiorlarni to'ladi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo O'rta va Sharqiy Yevropadagi 4 davlatga qilgan ziyorati doirasida Chig'da rasmiy ziyorati bo'ldi va Kengash palatasida nutq so'zildi. 1989 yilgacha Sovet ittifoqining a'zosi bo'lgan Chig' Jumhuriyati ziyorati jarayonida Pompeo Xitoyning ta'siriga qarshi turishni alohida ta'kidladi. Pompeo Yevropa va atrofidagi davlatlardan Xitoy Kompartiyasiga qarshi turishni talab qildi. U Xitoy o'zining iqtisodiy kuchidan foydalanib ta'sir kuchiga erishayotdi dedi. Pompeo bu ikkinchi qatimliq so'g'uq munosabatlar urushi emas. Xitoy Kompartiyasiga qarshi turish ba'zi taraflarda uningdan qiyin dedi. Çex hukumat nazoratchilik organi Xitoy Huawei shirkatining materiallarini 5 telegraf to'g'rida ishlatmaslik kerakligini ogohlantirgandan keyin Pompeo Chexning bexatarlik o'lchimini maqtadi. Pompeo Chix Kengash palatasining raisi Milan Vestrelning mushu oyning oxirida Tayvanni ziyorat qilish planini tilga olib, Yevropadagi ba'zi davlatlarning Xitoyning tahdidini e'tirof qilishi uchun boshqalarga qaraganda uzun vaqt ketganligini aytdi. Pompeo yana Xitoyning Hong Kong namoyishini bostirganligini tanqid qildi va Beijingning Uyg'ur musulmonlarini bostirishini asrning kishilik huquq dog'lari deb tasvirladi. 3 yildan buyon har hafta oxirida Amsterdamdagi Dam maydonida Xitoyga qarshi tek kishilik namoyish qilayotgan Uyg'ur faoliyatchisi Abdurahim G'ani bu qatim Xitoy elchixonasi oldida bir kishilik namoyishini boshladi. Abdurahim o'zining ijtimoiy aloqa to'g'rida mundaq dedi: "Men Xitoyning Gollandiyadagi bosh elchixonasi oldida tinish namoyishimni boshladim. Mening oilamdagi 19 kishi bilan bo'lgan munosabatim 3 yildan ko'proq vaqt uzilib qoldi. Xitoy hukumati oilamga oid uchurlarni berishini rad qildi. Men namoyishimni to'xtatmayman." Eron prezidenti Ruhani bilan Fransiya prezidenti Macron o'rtasidagi telefon suhbatida yadro kelishimi va Livan masalasi muzokara qilindi. Ruhani Macrondan Amerikaning Eronga qaratgan qurol embargosini davomlashtirish uchun Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashiga topshirgan loyihaga qarshi turishni talab qildi. Macron bo'lsa o'zlarining Amerika topshirgan qonun loyihasini ma'qullamaganligini bayon qilib mundaq dedi: "Bizning Amerika bilan Eronga qaratilgan qurol embargosini kengaytirish masalasiga butunlay o'xshamaydigan ko'z qarashimiz bor. Biz ularga buni aniq yetkazdik." Yig'in jarayonida Macron Beyrut portida yuz bergan shiddatli portlashdan keyin Livan uchun jiddiy tadbir qo'llanishi kerakligini o'tirib qo'ydi va barliq munosabatlik taraflar jiddiylik va chet elning aralashishini kuchaytiradigan qadamlardan saqlanish kerak dedi. 1990 yildan boshlab nashr qilingan va dunyodagi 500 cho'ng shirkatni baholab chiqadigan boylik jurnalining bu yillik tizimligi e'lon qilindi. Xitoy va Hong Kongdagi 124 shirkat bu tizimlikka kirgizilgan bo'lib, tunji qatim Amerika shirkatlaridan eshib ketdi. Dunyodagi 500 kuchli korxona tizimligiga Amerikadan 121 shirkat kirgizildi.
Tizimlikda Amerikaning parcha setish shirkati Walmart birinchi o'rinni egalladi. Turkiyadan Koç guruhidan iborat birli shirkat kiraldi.